Assalomu alaykum hammaga. Damas avtomobilini ijara qilsa bo'ladimi degan savollarga Damas avtomobilini ijara qilsa bo'ladi. 691 Damas avtomobilini ijara qilib berishga olib qo'yganmiz mashinamizni. Bunni ijaralarni qilib, o'rnatib, yondirib qo'ydik. Mana ko'rishlar mumkin. Ijaralar qo'yilgan, karburator bo'ladi. Mana kompyuter miyalar o'rnatilgan. Sog'lamimizda benzin ishladi. Gazga o'tdi. Shu ijara Damasimizni test drive'ga ochdik. Razgom. Benzin. Ne yaptı? Bunu yaptı. Yürüyüşler var şey güzel. İkinci sigortası. Speedometre aldıydık ya. Lekin zor tortishlar. O'ta ideal holatda. Gazda ham benzinda ham bir xil tortadi. Hozir benzinda yurib ketyapti. Shunday gazga olasizlar, ketaveradi. Eng maza qiladigan yeri shunday bittasi kirish bo'lsa bor, shunday benzinga olasizlar. Vangilaganda bosib ketaverasizlar ham. Eng maza qiladigan yeri mashina yo'lda ketadiganlar bo'lsa, shunday benzinga olasizlar. Barallaganda ketadi. To'xtab karburator ochilgan alishda yurish shart emas. Lekin bitta olasizlar, shu bilan go'zal. Yurişlari вообще idealni yuryapti. Bu shu mazza. Shunaqa benzin yurgizsa bo'ladimi degan, Damas yurgizsa ijara qilsa bo'ladimi deganlarga bo'ladi. Xizmatlar bo'lsa pastdan qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Rasxoti 3,5 million atrofida rasxot ketadi. Usta haqqi, zapchasi hamma yo'g'ini 3,5 million so'm bilan bitirib beramiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.